Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi arafasida yurtimiz bo'ylab mahalla obodligi va mehr-saxovat oyligi doirasida keng ko'lamli obodonlashtirish va xayr-saxovat tadbirlari amalga oshirilmoqda. Namangan viloyatida ham mahallalar qiyofasi yangilanib, ehtiyojmand oilalarga amaliy ko'mak ko'rsatilyapti. Uch tumanida soliq xizmati xodimlari tashabbusi bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning xonadonlarida ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Bu ezgu tashabbuslar haqida navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Mustaqillikning 35 yilligi oldidan o'tkazilayotgan mahalla obodligi va mehr-saxovat oyligi munosabati bilan amalga oshirilayotgan ezgu ishlar xalqimizga xos bag'rikenglik va insonparvarlik fazilatlarining yana bir amaliy ifodasi bo'lmoqda. Namangan viloyatida ham mahallalarda ko'cha va yo'laklar tartibga keltirilib, yashil hududlar kengaytirilmoqda. Aholi yashash manzillarida tozalik va ozodalikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Oylik doirasida viloyat soliq boshqarmasi boshchiligida 3 tumani Qo'rg'onchi mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi ikkita ijtimoiy himoyaga muhtoj oilaning xonadonlari to'liq ta'mirlanishi rejalashtirilgan. Feruza otaxon turmush o'rtog'i va 3 nafar farzandi bilan birgalikda 2020-yilda mahalladagi mana shu xonadonga ko'chib kelgan. Oilaning moddiy imkoniyatlari cheklanganligi sababli uydagi qurilish ishlari oxiriga yetkazilmay qolgan edi. Ularning sharoiti o'rganilib, mahalla yetiligi bilan hamkorlikda soliq xizmati xodimlari tomonidan hashar tashkil etildi. Xonadonda keng ko'lamli ta'mirlash va obodonlashtirish ishlariga kirishildi. Ayni paytda uyning ichki va tashqi qismlari yangilanib, muhandislik tarmoqlari tartibga keltirilmoqda. Shuningdek, mahallaga 6 ta temir beton tayanchlar o'rnatildi. Bugungi xursandchiligimizni so'z bilan ta'riflab berish qiyin. Xursandman, prezidentimizdan xursandman. 2020-yil ko'chib kelgandik, er-xotin qo'shib o'zimiz shunchalik uy ta'mirladik. Qo'shimchasiga shunchalik qilib ta'mirlab berishyapti. Mustaqillik bayrami arafasida bu bizga qo'shaloq bayram bo'ldi. Minnatdormiz. Biz kabi oddiy fuqarolar bunday e'tibordan juda ham mamnunmiz. Bugun mamlakatimizda har bir tashkilot va idoraning mahallalar hayotidagi ishtirokini kuchaytirish, ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini hal etishga qaratilgan ishlar tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Bu esa inson qadri uchun degan ezgu g'oyaning hayotdagi amaliy ifodasidir. Tumanda Qo'rg'onchi mahallasida har bir xonadonni o'rganganimizda shundan 2 nafar ijtimoiy reyestrga tushuvchi xonadonlarni belgilab oldikda, o'zimiz homiylar asosida mana ko'rib turibsizlar, ta'mirlash ishlarini amalga oshirilmoqda. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan ushbu xonadonlarga uylarni remontini yakunlab, o'z egalariga sifatli qilib topshirishni o'zimizga belgilab oldik. O'ylaymizki, ushbu xonadon egalariga amalga oshirgan ishlarimiz bayramga munosib tuhfa bo'lmoqda. Mustaqillikning 35 yilligi arafasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik, saxovat va mehr-oqibat tadbirlari yurtimizda tinchlik, farovonlik va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Zero obod mahalla farovon hayot, baxtli oila esa yurt taraqqiyotining mustahkam poydevoridir.